Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim, tanish bilishlar, gruppam a'zolari. Mana sizlar kutgan o'sha billur sifatli va arzon mahsulotlarini yana zakaz qilib urdim. Toshkentdan bir zumda jo'natib yuborishdi menga. Kimga nechta, kimga 5 ta kerak bo'lsa bemalol zakaz qilaverasizlar. Mana sizlar o'sha kutgan billur 2 kilolik gelimizdan ham o'tgan safar yetmay qolganlarga yana urdim. Yetmay qolganda bemalol zakaz qilaverasizlar. O'tgan safargimiz ko'k gel edi, bu safargilar siyoh rangda chiqibdi. Ariel, o'sha mashhur Ariel hidini berar ekan bu gellarimiz. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Endi mana shu korobkadagi narsalarni, aynan zakazlarni, kerak-keraklarni sizlarga birma-bir ko'rsataman. Birma-bir sizlarga ochib ko'rsataman. Mana korobkalarni ham ochib oldim. Mana bu gelimni pushtisidan bir donagina zakazim bor edi, shuning uchun bir dona urdim. Mana kir sovunni jiddiy niqasi suyug'i. Rosa maqtashib ishlatganlar foydasini bilib maqtashyapti, qayta olishyapti. Shundan bor korobkada. Baqirchali gelimdan bor 1 kilolik, qo'yiq, ancha barakali. Necha oylab ishlatasizlar. Bu qozon oqartiradigan. Bor ekan, bundan urmoqman deb o'ylabman, bor ekan. Bu detskiy poрошок. Detskiy kiyimlar uchun allergiya bermaydigan yaxshi poрошокlardan. Bu o'sha mashhur oq tutali sovunimizni suyuq varianti. Buni ham ishlatayotganlar effektini bilyapti, rosa maqtashyapti, qayta zakaz qilyapti. Bu esa pol yuvish vositasi. Suvga ozgina aralashtirib yuvsa, pollarni, masalan, hammom, kafellarni, parket, har qanday turdagi pollarni yaltiratib, xushbo'y hid beradi. Bu esa oyna yuvish vositasi, sprey. Buni ham hidlari rosa shirin, qo'ldizni chiqarmaydigan, oynalarni yaltiratib qo'yar ekan deb maqtashib olishyapti. Bu Asif 1 kilolik gelimizdan, xushbo'y bahor hidi keladigan gelimizdan. Bu esa yumush, konditsioner, yumush, vernil hidlarini beradi. Hidlarga xuddi xushbo'ylik beradi. Bu esa pena, qo'l yuvish vositasi. Jiddiy millalarimizdan ancha suvni tejab beradi. Ozgina miqdorda suv ketar ekan bunda qo'l yuvsangiz. Kir sovunlar ozroq urdim. Ko'pchilik kir sovunda yuvmay qo'yibdi, lekin kir sovunda effektini bilganlar billurdikini qayta zakaz qilyapti. Shuning uchun ozroq urdim zakazimni. Bu esa kirlarni, dog'larni ketkazadigan oqartirish vositasi. Bu svetli kirlarga ham ketadi, rangli kirlarga ham. Bemalol qo'rqmasdan yuvib oqartirib olsangiz bo'ladi, dog'larni ketkazib. Bu esa kurot. Shu kurotdan ko'pchilik kutayotgan edi. Va nihoyat kurot kelib zakaz qildim. Bu ko'rlar uchun, bilasizlar. Ko'rlarda turib qolgan shlaklarni, har xil badbo'y hidlarni ketkazadi. Eritib, yog'lama, shunga o'xshagan barcha axlatlarni tozalab tushirib yuboradi. Shu ekan, safar olib keltirgan narsalarim bemalol zakaz qilishinglar mumkin.